Vladimir Putinning eng katta geosiyosiy maqsadi tarixiy Rossiyani qayta tiklash. Aynan shu maqsad yo'lida Ukrainaga qarshi urush boshlanganini bilasiz. Gruziya va Moldovaga bosim kuchaytirilgani, Kreml o'z ta'sir hududini kengaytirish uchun turli usullarni ishga solayotgani ham hech kimga sir emas. Biroq qiziq paradoks yuz bermoqda. Moskva tashqi chegaralarni kengaytirish haqida o'ylayotgan bir paytda Rossiyaning o'z hududlaridan biri asta-sekin qo'ldan chiqib bormoqda. Bu Rossiya uzoq sharqi. 12-kanalni kuzatayotgan barchaga assalomu alaykum. Biz yana efirdamiz. Bugun biz siz bilan Rossiya va uning yemirilib borayotgan chegaralar haqida gaplashamiz. Putin bir necha bor ushbu mintaqani Rossiyaning kelajagi deb atagan. Ammo bugun mamlakat hududining qariyb 40% tashkil etuvchi ulkan makonda atigi 8 million aholi qolgan. Eng xavotirlisi esa bu raqam yildan-yilga kamayib bormoqda. Kreml bu holatni milliy xavfsizlikka tahdid deb baholagan. Ko'plab tahlilchilar fikricha, bu baholash asossiz emas, chunki aholi ketishi bilan paydo bo'layotgan bo'shliq kelajakda yangi geosiyosiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Imperiyani qurish uchun yarim asr sarflangan edi. Bugun inqirozga yuz tutayotgan hududlarni o'zlashtirish Sovet ittifoqidan yarim asr vaqt talab qilgan. Uzoq sharqdagi ilk zamonaviy infratuzilma Stalin davrida qurilgan. Muzlagan taygada temir yo'llar yotqizildi, konlar ochildi, portlar qurildi. Bu qurilishlarda 100 minglab gulag, ya'ni mahbuslari mehnat qildi. 10 minglab odamlar qurilish jarayonida hayotdan ko'z yumdi. Biroq Sovet rahbariyati vaqt o'tishi bilan muhim haqiqatni angladi. Majburiy mehnat bilan temir yo'l qurish mumkin, ammo butun mintaqani aholi bilan to'ldirib bo'lmaydi. Stalindan keyin siyosat o'zgardi. Moskva aholini kuch bilan emas, iqtisodiy inqirozlar orqali jalb qilishga qaror qildi. Mintaqadagi maoshlar mamlakat o'rtacha ko'rsatkichidan 50% dan 2 baravargacha yuqori qilib belgilandi. Sharqqa ko'chib kelganlarga uy-joy kafolatlandi. Ularga tug'ilgan shaharlaridagi huquqlar ham saqlab berildi. Bu tizim kutilganidan ham yaxshi ishladi. Brejnev davrida 50 mingdan ortiq yosh ko'ngilli uzoq sharqqa ko'chib bordi. Ilgari surgun hududi sifatida ko'rilgan yerlar keyinchalik yaxshi karyera va yuqori daromad imkoniyatiga aylandi. 1980-yillar oxirigacha aholi oqimi to'xtamadi. SSR qulashi bilan esa butun tizim parchalandi. 1991-yilda Sovet ittifoqi parchalangach, o'nlab yillar davomida qurilgan tizim bir necha yil ichida yemirila boshladi. Sharqda mehnat qilgan odamlar uy-joy kafolatlaridan mahrum bo'ldi. Inflyatsiya ularning jamg'armalarini yo'q qildi. Odamlar oldida esa faqat bir tanlov qoldi: ketish. 1991-yildan boshlab mintaqani tark etayotganlar soni tug'ilganlar sonidan oshib ketdi. Eng muhimi, keyingi 35 yil davomida bu jarayon hech qachon to'xtamadi. 1989-yilda uzoq sharqda 10 milliondan ortiq aholi yashagan bo'lsa, bugun bu raqam atigi 8 milliondan ham pastga tushgan. Ba'zi hududlarda aholi yo'qolib bormoqda. Umumiy demografik pasayishning o'zi katta muammo, ammo ayrim hududlarda vaziyat ancha og'ir. Rossiyaning eng sharqiy nuqtalaridan biri bo'lgan Chukotka o'z aholisining 3 dan 2 qismini allaqachon yo'qotdi. Sovet davrida oltin va tabiiy resurslar markazi bo'lgan Magadan ham qariyb shunday taqdirni boshdan kechirdi. Kamchatkada esa har 3 kishidan biri mintaqani tark etmoqda. Tahlilchilar ta'kidlashicha, bu hududlarning ayrimlarida aholi shunchalik qisqarganki, endi ularni qayta to'ldirish uchun demografik baza yetarli qolmagan. Odamlar qochayotgani uchun emas, hisob-kitob qilgani uchun ketmoqda. Mintaqani tark etayotganlar vahimaga tushgan emas, ular oddiy iqtisodiy hisob-kitob qilmoqda. Ilgari yuqori maoshlar uzoq sharqning asosiy afzalligi edi, ammo yillar o'tishi bilan bu ustunlik kamaydi. Yashash xarajatlari esa yuqoriligicha qoldi. Natijada har bir ketgan oila qolganlar uchun hayotni yanada og'irlashtirmoqda. Bu holat qanday ko'rinish olayotganini ko'rish uchun Yakutsk shahrining o'zi yetarli. 2025-yilda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda odamlar muzlatilgan go'sht sotib olish uchun loy kechib navbatda turgani aks etgan. Bu holat dunyoning eng boy mineral zaxiralari ustida joylashgan shaharda kuzatilmoqda. 2026-yil qishida Chukotkadan kelgan xabarlar esa yanada tashvishli bo'lgan.
kartoshka va piyoz kabi eng oddiy mahsulotlar haftalar davomida do'konlarda topilmagan. -40 daraja sovuqda mahsulot tashuvchi yuk mashinalari trassalarda qolib ketgan. Bu yerda yuk mashinalarining to'xtashi shunchaki kechikish emas. Bu tonnalab oziq-ovqatning muzlab qolishi va haydovchining hayoti xavf ostida qolishi degani. Shunday qilib, Amerika bilan chegaradosh strategik hudud inqirozga yuz tutmoqda. Chukotka oddiy muzliklar o'lkasi emas. Bu Amerika bilan dengiz chegarasiga ega bo'lgan va Bering bo'g'ozini nazorat qiluvchi strategik hudud hisoblanadi. Moskva Arktikadagi harbiy ishtirokini kuchaytirish maqsadida Vrangel orolidagi obyektlarga milliardlab dollar sarmoya kiritgan. Bu yerda joylashgan Sopka 2 radiolokatsiya tizimi hatto Alyaskadan havoga ko'tarilgan qiruvchi samolyotlarni ham kuzatish imkoniyatiga ega. Biroq qiziq ziddiyat mavjud. Shu radarlarni boshqarayotgan harbiylar va texnik xodimlar qattiq sovuqda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbat kutishga majbur. Tahlilchilar fikricha, o'z aholisini ta'minlay olmaydigan strategik hudud tashqi emas, ichki sabablar tufayli inqirozga uchraydi. Ukraina urushi uzoq sharqni yanada zaiflashtirdi. Ko'plab kuzatuvchilar fikricha, vaziyatni yanada og'irlashtirgan asosiy omillardan biri Ukrainaga urush bo'ldi. Chunki Kreml urush uchun eng qimmat resursni, inson resursini aynan shu hududlardan oldi. Safarbarlik Moskva va Sankt-Peterburg kabi yirik shaharlarga nisbatan chekka mintaqalarga kuchliroq ta'sir qildi. Buning sababi ham bor albatta. Yirik shaharlarda ish imkoniyatlari ko'p, safarbarlikdan qochish imkoniyatlari yuqori va siyosiy ta'sir kuchli. Kreml katta shaharlarda ommaviy safarbarlikning siyosiy oqibatlarini yaxshi tushunadi. Chekka va kambag'al hududlarda esa vaziyat boshqacha. Ish o'rinlari kam, ketish imkoniyati cheklangan va siyosiy bosim deyarli sezilmaydi. Natijada urushning asosiy og'irligi aynan eng sokin va eng kam aholi yashaydigan hududlar zimmasiga tushdi. Urush uzoq sharqning eng qimmat boyligini yutib yubordi. Ukraina urushi nafaqat Rossiya armiyasining resurslarini, balki uzoq sharqning kelajagini ham yemirmoqda. Bu holatni hatto ayrim xalqaro tahlilchilar ham ochiq aytmoqda. Ularning ta'kidlashicha, Moskva chekka hududlarda yashovchi etnik xalqlarni asosan safarbarlik resursi sifatida ko'rmoqda. Masalan, BBC tahliliga ko'ra, Rossiyada eng yuqori qurbonlar qayd etilgan 10 hududning 6tasi milliy respublikalar hisoblanadi. Buryatiya aholisi Rossiya aholisining atigi 0.3% tashkil qilsa ham, urush qurbonlarining 1.16% aynan shu respublika hissasiga to'g'ri keladi. Xabarovsk o'lkasidagi Gasuki qishlog'ida esa atigi 210 kishi yashagan bo'lsa, ulardan 14 nafar erkak safarbar qilingan. Sobiq Mo'g'uliston prezidenti Saxyagin Elbekdorsh bu vaziyatni izohlar ekan, Moskva mo'g'ul xalqlarini go'yoki to'p yemi sifatida ko'rayotganini aytgan. Ko'plab tahlilchilar fikricha, ishchi kuchi yetishmayotgan hududlardan minglab mehnatga layoqatli erkaklarning urushga olib ketilishi demografik inqirozni yanada kuchaytirmoqda. Urush nafaqat odamlarni, balki budjetni ham yutib yubormoqda. Masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Urush faqat inson resurslarini emas, davlat mablag'larini ham o'zlashtirmoqda. 2026-yil Rossiya federal budjetiga nazar tashlasak, mudofaa va xavfsizlik xarajatlari umumiy xarajatlarining 38% ga yetgan. Eng qizig'i, ushbu mablag'larning 84% maxfiy moddalarga kiritilgan. Urushni moliyalashtirish uchun qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi ham 22% gacha oshirilgan. Bu sharoitda uzoq sharqni rivojlantirish uchun mablag' ajratish tobora qiyinlashmoqda. Aviatsiya tizimi halokat yoqasiga kelib qoldi. Budjet tanqisligining eng og'ir oqibatlaridan biri aviatsiya sohasida namoyon bo'lmoqda. Uzoq sharqda shaharlar va qishloqlarni bog'lab turuvchi asosiy transport turi bu havo qatnovidir. Avtomobil yo'llari yetarli emas, temir yo'l tarmoqlari cheklangan, masofalar esa ulkan. Shu sababli ko'plab hududlar uchun samolyot hayotiy ahamiyatga ega. Biroq bu tizim ham qarib bormoqda. Mintaqada xizmat qilayotgan An-24 va An-26 samolyotlarining ko'pchiligi 40-50 yillik texnikalar hisoblanadi. 2025-yil iyulida Angara aviakompaniyasiga tegishli An-24 samolyoti halokatga uchradi va 48 kishi halok bo'ldi. Yangi samolyotlar yetishmayotgani uchun Rossiya aviatsiya idorasi eski samolyotlar xizmat muddatini yana 10 yilga uzaytirishga majbur bo'ldi. Bu esa muammoni hal qilish emas, uni keyinga surish xolos.
2023-yilda Moskva 2030-yilgacha 1000 ta yangi samolyot ishlab chiqarish rejasini e'lon qilgan edi. Ammo natija kutilganidan ancha past bo'ldi. 2025-yil oxirigacha ishlab chiqarilgan samolyotlar soni atigi 13 taga yetdi. Shundan keyin bu reja deyarli jimgina kun tartibidan chiqib ketdi. 2026-yil budjetida aviatsiya sanoatiga ajratilgan mablag'lar 40% ga qisqartirildi. Flotni yangilash subsidiyalari esa butunlay bekor qilindi. BAM temir yo'li yarim asrlik loyihaning ramzi. Putin Ukrainada hududlar uchun kurashayotgan bir paytda Uzoq Sharqning asosiy hayotiy tomiri ham asta-sekin zaiflashmoqda. Bu hayot tomirining nomi BAM. Baykal-Amur magistrali Sovet Ittifoqining eng yirik infratuzilma loyihalaridan biri bo'lgan. Qariyb 4000 kilometrlik ushbu temir yo'l ikki avlod mehnati bilan qurilgan. U Rossiyaning sharqi va g'arbini bog'lab turuvchi strategik transport arteriyasi hisoblanadi. 2021-yilda Putin BAM va Transsibir temir yo'lini modernizatsiya qilish uchun taxminan 10 milliard dollar sarmoya ajratilishini va'da qilgan edi. Rejaga ko'ra, yuk tashish hajmi yiliga 180 million tonnaga yetkazilishi lozim edi. Bu esa Xitoyga ko'mir va xomashyo eksport qilish uchun juda muhim ko'rsatkich hisoblangan. Qog'ozda barchasi chiroyli ko'ringan, ammo urush boshlangach ustuvorliklar o'zgardi. Budjet mudofaa sohasiga yo'naltirildi. Ukraina hujumi BAMga ham yetib bordi. 2023-yil noyabrida yana bir kutilmagan voqea yuz berdi. Ukraina maxsus xizmatlari Buryatiya hududlaridagi BAM infratuzilmasiga qarshi operatsiya o'tkazdi. Ayrim mustaqil tahlilchilar bu hujumni Qrim ko'prigiga qilingan hujum bilan taqqoslashdi. Bu voqea Rossiyaning muhim logistika zanjirlariga qo'shimcha bosim yukladi. Natijada 2025-yil oxiriga kelib, temir yo'l orqali tashilgan yuk hajmi 2021-yilga nisbatan 13% ga kamaydi. Bu esa so'nggi 16 yildagi eng past ko'rsatkichlardan biri bo'ldi. Sovet shaharlari arvoh shaharlarga aylanmoqda. BAM atrofida qurilgan ko'plab sovet shaharlari bugun tanazzulga uchramoqda. Aholi kamaymoqda, ish o'rinlari qisqarmoqda, yoshlar ketmoqda. Ayrim joylarda aholi soni yarim asr avvalgi darajadan ham past darajaga tushib ketgan. Bir vaqtlar milliardlab mablag' sarflangan temir yo'l atrofidagi hududlar bugun arvoh shaharlarga aylanib bormoqda. Kremlning qurilish texnikasi qayerga qarab harakatlanmoqda? Eng qiziq va eng ramziy holat esa aynan shu yerda. 2026-yil iyunida ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning qurilish texnikasi hali ham faol ishlamoqda. Ammo ular Uzoq Sharq tomon emas, NATO chegarasi tomon harakatlanmoqda. Bu esa endi 12-kanal uchun alohida mavzu. Bizni kuzatishda davom eting. 12-kanal siz uchun ishlashda davom etadi.